Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Xitoy poytaxti Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashadigan amerikalik tanarkatchilarni tor hujumiga qarshi turish uchun telefonini uyda qoldirishga va bir qatim shiltiladigan telefon shiltishga ogohlantirdi. Egilanishicha, Federatsiya tekshirish idorasining yozma bayonotida Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashadigan tanarkatchilarga tor bexatarlikka ogohlantirish berilgan. Kreml sarayı Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy raisi Xi Jinpingning Beyjingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanarkat musobaqasi mezgilida ichildigan yig'inda bexatarlik masalasidagi o'rtaq ko'z qarashini e'lon qiladiganligini bildirdi. Kreml sarayining tashqi siyosat maslahatchisi Yuriy Ushakov bu vaqtdagi bayonotida mundaq dedi: Xitoy bilan xalqaro munosabatda yangi davrning kirishi to'g'risidagi birlashma bayonot tayyorlandi. Bu bayonot Moskva bilan Beyjingning bexatarlik qatorliq masalalardagi o'rtaq ko'z qarashini aks ettirdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Sharqiy Yevropadagi NATO davlatlariga 3000 askar avatishni tasdiqlaganligi o'tirib qo'yildi. 5 burchakli binoning bayonotchisi John Kirby 3000 Amerika askarining Sharqiy Yevropaga avatilganligini, bulardan 2000 kishining Polsha va Germaniyaga, 1000 kishining Rumaniyaga avatilganligini dalilladi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Amerikaning Germaniya, Polsha va Rumaniyaga qo'shimcha askar avatish qarorini qarshi oladiganligini aytdi. Angliya havo armiyasining urush aeroplanlari Shotlandiyaning shimolidan Angliyaning havo bo'shlig'iga yaqinlashgan 4 Rossiya aeroplanini to'sdi. Egilanishicha, Rossiya aeroplanlari Angliyaning havo bo'shlig'iga daxl-taruz qilmasdan qaytib ketgan. Germaniya axborot ijozatnoma va nazoratchilik komiteti bayonot e'lon qilib, bugungi Rossiya televiziyasining Germancha kanalining zarur tarqatish ijozatnomasi bo'lmaganligi uchun cheklanganligini bildirdi. Egilanishicha, YouTube o'tgan yil sentabrda bugungi Rossiyaning german tilidagi ikki kanalining hisobotini mangulikda qilayotgan. Angliyada ilib berilgan eng yangi tadqiqotga qaraganda, klimat o'zgarishi o'simliklarning o'rta hisob bilan bir oy baldur chechaklanishini keltirib chiqaradi ekan. Tadqiqotchilarning 18-asrdan hozirgacha bo'lgan xotirlarni o'z ichiga olgan tabiat kalendari deb atalgan sonliq ma'lumot ombaridagi 406 xil o'simlik turiga qarata 4000 dan ortiq kuzatish ilib borgan. Natijada o'simliklarning baldur chechaklashi bilan yer sharining temperaturasining o'rilishi o'rtasida kuchli bog'lanish borligi bayqalgan. Xalqaro kishilik huquq federatsiyasi, Xalqaro Tibet harakati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq 3 tashkilot Yevropa ittifoqiga xat yozib, uning Tibet va Sharqiy Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlariga qarata jazolash tizimligini kengaytirishni talab qilgan. Bayonotda Yevropa ittifoqi Xitoy davlat va partiya rahbarligining Tibet va Uyg'ur xalqini nishon qilgan kishilik huquq o'lchamlariga qabul qilg'usiz darajadagi daxl-taruziga qarshi turish irodasini davomli namoyon qilish kerak deyilgan.